Assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi ilova chiqdi. Monix degan Ipak yo'li bankning rasmiy ilovasi. Bu ilova har bir kirgan yangi foydalanuvchi 20 ming so'mdan hozirda to'lab kelyapti. Minimal etish 1000 so'm. Ro'yxatdan o'tsa sizga ham 20 ming beradi, menga ham 20 ming beradi. Bu ilova silkasi videoda ko'rsatilyapti. Silkasini shu videoning opисанияsiga qoldiraman. Silkani ustiga bossalaring shu ilovaga kiradi. Sizlarda bo'lmaganligi uchun Play Marketga olib kirib ketadi. Play Marketga kirasizlar. Mana ilovani yozib ko'rsataman. Monix degan Ipak yo'liniki. Shu ilova. Sketchet qilasizlar, silkamdan o'tib, ochish qilib, ro'yxatdan o'tasizlar. Identifikatsiya qilganlaringdan keyin 20 ming bonus beradi. Mana hozir umumiy balans 0 turibdi. Bu yerga o'tsam, mana kecha ro'yxatdan o'tdim, 20 ming berdi. Bonus chiqarish va kartamga o'tkazib oldim. Ko'rishinglar mumkin. Endi bonuslar bo'limiga o'tsak, hozir menda yig'ilib qolgan bonuslarim bor. Kechani o'tdi. 100 ming bor ekan mana, 100 ming yig'ilibdi silkamni. Jami 120 ming o'sha aytganimdek 20 mingda chiqarib olganman. Kartaga o'tkazish qilasizlar. Sizlar kirsalaring, yangi kirsalaring 20 ming turgan bo'ladi. Kartaga o'tkazish qilib davom etishni bosalaring, o'zi bergan viza kartaga pulni tashlab beradi. U viza kartadan kartalaringga o'tkazib olsanglar bo'ladi. 100% to'lab kelyapti hozir. Yangi foydalanuvchilar uchun 50 million ajratgan xolos. Tezroq ishlab olsalaring yaxshi. Faqat silkamdan o'tsalaring 20 ming beradi. Sizlarga ham beradi, menga ham beradi. Ro'yxatdan o'tgan 6 ta odamim bor, 5 tasi identifikatsiyadan o'tgan, bittasi hozir jarayonda turibdi. Agar u ham o'tsa, balansimga yana 20 ming qo'shiladi. Unga ham beradi, menga ham beradi. Ilova silkasini opисаниyaga qoldiraman. Tezroq ro'yxatdan o'tib, soqani qilinglar jigarlar.